Endi qaranglar, genetiv talab qiladigan predloglar. Ya'ni bizda genetiv talab qiladigan predloglar bor ekan. Bulardan 4tasini ko'rsatib qo'ydim. Vegan sababli. Demak, vegandan keyin genetiv kelish kerak ekan. Tushunarlimi? Trotskga qaramasdan biz o'rganganmiz trotstemni, to'g'rimi? Xuddi o'shanga o'xshagan, faqat bu bog'lovchi sifatida kelmaydi. Bu predlog sifatida keladi, ot oldidan keladi. Tushunarlimi? Trotskga qaramasdan demak. Während davomida shtat anshtat o'rniga gaplar misolda kelyapti, qaranglar. Wegen des Regens, ya'ni nima bu yerda nima kelyapti? Genetiv kelyapti. Ko'rdinglarmi? Wegendan keyin genetiv. Wegen des Regens nima degan ma'no beradi mana shu? Yomg'ir sababli bleiben wir zu Hause. Biz uyda qolamiz yoki qolyapmiz, to'g'rimi? Wegen der Krankheit, kasallik sababli hat gestern nicht gekommen. Kasallik sababli kecha u kela olmadi. Kelmadi, to'g'rimi? Hop. Keyingisi trotz nima ma'no beradi? Ga qaramay. Trotz der Kälte. Kälte nima edi? Sovuq. Kalt bor-ku. Sovuqlikka qaramasdan wollen die Kinder zur Schule gehen. Bolalar maktabga borishni xohlashadi. Ya'ni sovuqqa qaramasdan bolalar maktabga borishni xohlashadi. Rostdan shunaqami? Hozir shunaqa emaslarda, to'g'rimi? Lekin kichkina ana 3-2 sinflarda ko'rsalaring, bir kun uyda o'tirgisi kelmay chop chiqib ketadi. Trotz des Problems, muammolarga qaramasdan soll weiter arbeiten. Weiter degani qayta, yana ma'noda keladi. Ishlashi kerak. Hop, während nima edi? Davomida. Während des Unterrichts, qaranglar, des Unterrichts kelyapti, to'g'rimi? Darf man nicht sprechen. Dars davomida gapirmaslik kerak. Gapirilmasligi kerak. Tushunarlimi? Odamlar gapirmasligi kerak deyapti. Endi während der Pause, ya'ni tanaffus davomida möchte ich Kaffee trinken. Statt des Tees, ya'ni shtat nima ma'no edi? O'rniga. Statt des Tees choyning o'rniga trinke ich Wasser. Endi anstatt, shtat bilan anstatt bir xil ma'no. Anstatt der Hausaufgaben, uyga vazifaning o'rniga spielt Computerspiele. U kompyuter o'ynayapti. Tushunarlimi? Demak, bizda predloglar va ulardan keyin genetiv kelyapti. Tushunarlimi? Bu predloglarga e'tibor beringlar. Gapning ma'nosini zo'r o'zgartiradigan, chiroyli gaplar yasaydigan 4 ta predlog. Mana shuni ishlatsak ham, bu biz uchun ancha yaxshi narsa, yaxshi grammatika. Tushunarlimi? Ma'nosi qiyin emas, grammatika unchalik qiyin emas. To'g'rimi? Oddiy o'zgartirish bo'ldi. Tushunarlimi?